Assalomu alaykum tumanimiz aholisi va mehmonlari. Davlat rahbarining 2026-yil 5-yanvardagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit mas'ulli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 1-sonli qaroriga asosan 2026-yilda har bir mahallada huquqbuzarliklarning barvaqtni oldini olish ustuvor vazifa etib belgilandi. Asosiy e'tibor jinoyatlarni profilaktika qilishga qaratilib, buning uchun tumandagi barcha mas'ul idora muassasalar, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, boshqa nodavlat notijorat tashkilotlari, shuningdek keng jamoatchilik vakillari jalb qilingan. Jinoyatlar uchun jazo muqarrarligini ta'minlash qanchalik muhim bo'lsa, ularni keltirib chiqarayotgan sabab va omillarni bartaraf qilish, tumanning har bir ko'chasida, bozorida, jamoat joylarida xavfsiz muhit yaratish choralari ko'rilmoqda. Biroq tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, ayrim turdagi jinoyatlar sodir etilmoqda. Xususan, joriy yilning iyun oyida jami 41 ta jinoyatlar qayd etilgan bo'lib, shundan 19 tasi yoki 46% ni oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar tashkil qilib, tumandagi kriminogen vaziyatga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarning asosiy salmog'i, ya'ni 47% yo'l transport hodisalari, 16% o'rtacha og'ir tan jarohati yetkazish, 10% dani firibgarlik, yengil tan jarohati yetkazish jinoyatlari, 5% esa o'g'irlik jinoyatlarini tashkil qilmoqda. Yuqoridagi jinoyatlarni oldini olishda fuqarolar tomonidan mulklariga ehtiyotkor munosabatda bo'lishlari, buning uchun uylari va yashash xonadonlarini qarovsiz va ochiq holatda qoldirmasliklari, video kuzatuv kameralar o'rnatishlari, qo'riqlovga olishlari lozimligi, mol-mulklarni qonuniy tartibda rasmiylashtirilgan holatda savdo qilishlari, axborot texnologiyalaridan, xususan internet ijtimoiy tarmog'idan foydalanishda firibgarlarga aldanib qolmasliklari, shaxsni tasdiqlovchi ma'lumotlarni hamda plastik karta raqamlarini begona shaxslardan sir saqlashlari va avtotransport vositalarini boshqarishda yo'l harakati qoidalariga to'liq rioya qilishlari, oilaviy va boshqa masalalardagi kelishmovchiliklarni mahalla yetkaziligi vakillari orqali tinch yo'l bilan hal qilishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Hurmatli qo'shtepaliklar, jinoyatchilikka qarshi kurashishda ko'mak va hamkorlikda jinoyatlarning har qanday ko'rinishiga chek qo'yishga, jinoyatga qo'l urgan shaxslarga nisbatan jazoning muqarrarligini ta'minlanishiga shaxsan kafolat beraman. E'tiboringiz uchun rahmat.